O'zbekistonda uy bilan. To'xtab turib qo'lda ushlab bo'lmadi. Bir, ikki. O'zbekistonda yangilik bo'lsa, eskirgan darvozalar davr o'tdi bo'lsa, bunaqa darvoza tashlab yuborishlar. Qochinglar aka. Bo'l. 16 million so'm. Shu turishi shunday turishini 6 million so'mga berib yuborishadi do'stlar. Undan tashqarida bular keladigan bo'lsa 1 million so'mdan, bular keladigan bo'lsa 1 million 200 ming so'm. Bunga keladigan bo'lsa 600 ming so'mdan do'stlar. Bular keladigan bo'lsa shu turishi 5 million so'mdan. Undan tashqarida do'stlar, bular aytilayotgan 1 kvadrat metrlarda narxini 100 ming 200 ming so'mdan kvadrat metrdan tushib berishyapti ekan do'stlar. Undan tashqarida 4 million, 4,5 milliondan do'stlar, vodiy bo'ylab bir kunda ustanovka qilib berishadi do'stlar. Shunaqangi sifatli bo'lgan darvozalarda kerak bo'ladigan bo'lsa, Shamshuboy bozorida 3 ta 7 ta jamoalar ekanmiz. Oldiga kelib soqqani bossan oldim desalar, chiroyli narxda kelishgan holatda qilib berishadi. Eng asosiy bonusga vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib, Toshkent shahri bo'ylab ham xuddi shunday holatda O'zbekiston qo'yan joylarga kelishgan holatda qilib berishadi.